buni bizni mahallani nomiga hech qanaqa aloqasi yo'q. Chinor u odamni haligisi Monnopuvani siyosati yoki bo'lmasa falsafasi u qayerdadir bo'lgan Chinor tabiiy ofatlar bilan chirigan, boshqa qilgan tugagan. Lekin Chinor nom qolgani uchun bu ham bir ramziy ma'no kasb etsin. Chinoring qayerda desa, mana Chinor bo'lsin. Bardavom bo'lsin. Ha, bardavom bo'lsin deb 60-yillar ekilgan ekan. U yaqin 70 yil bo'lyapti. Hech qancha bo'lmasa bir asrga kiradi. 75 yil bo'ldi. 60-yil ekildi. Bundan keyin ham u Monnopova rahmatlilarni haligisi tuproqqa hoka aralashib ketadi u. Lekin xotira bundan 1000 yillab turadi. To'g'rimi? Demak, shu ma'noda prezidentimizning siyosati qanchalik to'g'ri ekanligini, bugungi kunda yashil makon qanchalik ham siyosiy, ham ijtimoiy bir ma'no kasb qilayotganligini mana shu yerda ko'rsatadi. Shuning uchun Chinor mahalla fuqarolar yig'ini nuroniylari xalqimizni da'vat qilamiz. Doim tarixdan qariyalarimiz aytgan, haligi yaxshidan daf qoladi, yomondan o'zingiz bilasiz maqolishni. Shu ma'noda ham qanchalik prezidentimizning siyosati, yashil makon siyosati qanchalik birga ijtimoiy muvaffaqiyat kasb qilishini mana shu yerda ko'rsa bo'ladi. Chinor mahalla fuqarolar yig'inining nuronilari xalqimizni da'vat qilamiz. Ko'proq yashil makon yaratishga, ko'proq qo'limizdan kelgancha daraxt ekishga va u kelajakda ham insonga kelajakda qanchalik kislorod ishlab chiqish bilan birgalikda xotira ham ekanligini Chinor masalasida ko'rsa bo'ladi. Demak, yoshlarimizni yashil makon siyosatini anglab yetishiga va ko'chatlar ekishiga da'vat qilamiz. Xudo xolasa mahalla bog'i yaratamiz. 8 joy qilib qo'ygan ham ekamiz yerga. Qariyalarimiz ekib beradi birinchi ko'chatlarni. Qolganini bering endi. Ha. Hojiga duo. Boshlangan ishlarimiz xayrli bo'lsin. Hammasi bo'lsin, bog'larimiz ko'paysin, ekologiyamiz buzilmasin, yurtimiz tinch bo'lsin.